Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Mavlidinov Samariddin va shu yil Koreyaning Seongkwan universitetining software yo'nalishidagi bakalavrga qabul qilindim. Men yaqinda Toshkent iqtisodiyot universitetining 2-akademik litseyini a'lo baholarga bitirdim va shu qatorda IELTS 7 sertifikatim ham bor. Instrax bilan 4 oy davomida birga ishladik va shu muddatda ular to'g'ri hujjatlarni yig'ishga, institut tanlashga va viza olishga yordam berishdi. Instrax yordamida men dunyoning 123-o'rinda turadigan Seongkwan universitetiga 50% scholarship asosida qabul qilindim va shu bilan binobarin 20 kun ichida vizamni ham qo'lga kiritdim. Albatta, Instrax Consultingni do'stlarimga tavsiya qilgan bo'lardim va mening sizlarga shaxsiy tavsiyam, agar Koreyaga ketmoqchi bo'lsangiz, maktab baholaringizni yuqori ushlang va albatta IELTS sertifikatini qo'lga kiriting.